Yevropa Chempionlar Ligasi birinchi yarim final javob o'yini doirasida Inter o'z uyida Barselonaga qarshi 120 daqiqa o'ynab, finalga yo'llanma oldi. Uchrashuvning 21-daqiqasida Martinez mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. 1-0. 45-daqiqaga qo'shib berilgan 1 daqiqa ichida Chalxan o'g'li belgilangan penaltini golga aylantirdi. 2-0. Ikkinchi taym boshida Erik Garcia hisobni qisqartirdi. 60-daqiqada Dani Olmoning golidan keyin hisobni tenglashtirdi. 2-2. 87-daqiqada Rafinha Barselonani hisobda oldinga olib chiqdi. 3-2. Asosiy vaqtga qo'shib berilgan daqiqalarning so'nggisida Acherbi mezbonlarning 3-golini kiritdi. 3-3. Shu tariqa uchrashuvning asosiy vaqti birinchi o'yin kabi 3-3 hisobda yakunlandi. Ekstra taymlarning birinchi boshlanishi bilan Inter oldinga o'tdi. 98-daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shilgan Fratizzi gol urib, tarozi pallasini jamoasi tomoniga og'dirdi. 4-3. Italiya klubi g'alabani saqlab qolib, dastlabki finalchiga aylandi.